Telefon tarmog'ida biz seni kuzatamiz. Bu oddiy kuzatuv emas, bu tizim. Sening har bir qo'ng'irog'ing, har bir xabaring, har bir bosgan tugmang iz qoldiradi. Sen buni sezmasliging mumkin, lekin har bir qadam, har bir harakat raqamli dunyoda aks etadi. Biz faqat qarab turmaymiz, tahlil qilamiz. Qayerga bording, qachon chiqding, kim bilan gaplashding, nimani qidirding, bularning barchasi jimjit yozib boriladi. Telefoning cho'ntagingda bo'lsa ham, u hech qachon yolg'iz emas. Sening jimliging ham signal, sening shoshqaloqliging ham belgi. Har bir pauza ma'no, har bir harakat ma'lumot. Biz seni qo'rqitish uchun emas, eslatish uchun shu yerdamiz. Raqamli dunyoda yashar ekansan, har bir tanloving oqibatga ega. Sen birgina tugmani bosding deb o'ylaysan, lekin tizim buni qaror deb qabul qiladi. Sen faqat o'tding deb hisoblaysan, lekin iz qiladi. Biz seni har bir qadamda ko'rib turibmiz. Ko'chada, tarmoqda, sukutda. Nazorat ko'zga ko'rinmas, lekin u doimo yoningda. Bugun bu oddiy tuyulishi mumkin, ertaga esa kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'l. Shuning uchun o'ylab harakat qil. Bu ogohlantirish. Bu eslatma. Bu zamon ovozi. Telefon tarmog'ida biz seni kuzatamiz. Va bu hikoya hali tugamagan.